Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani. Qishloq nomi nima edi? Navruz qishlog'i ekan. O'rnatdik. 30 ta panel. 620 likdan 20 kilovat 30 ta panel. Panelimiz Jenko 31 ga ko'tardi. Inventorimiz full. Montajlarni qilib bo'ldik. Kattaqo'rg'on katta trassani oldida. Suvni nima qildingiz? Osmon bulut bo'lib qoldi. Ha, quyosh hozir bulut orqasiga yashinib qoldi. Hozircha normalni chiqib 15 lik nasos ekan. Suv ham normal chiqadi. Bular yaxshi. Mana suv. Quyosh chiqsa edi.